Assalomu alaykum qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xo'p, xudo xolasa yangi obyektlarimiz o'z joylariga o'rnatdik, topshirdik. Xudo xolasa bu yer manzili Andijon viloyati Shahrixon tumani Nayman MF Qumtepa ko'chasida bo'ldi. Aniq ma'lumotlargacha imkon qadar bilgan joylarimizni berib o'tamiz. Xo'p, bu yerga terasga qo'yib berganmiz, veranda uzun bo'lib, zolotoy dubt rangda Akfa alyumin original mahsulotlariga bir qavat oq aynida, bu tomonlarda esa bir xona uyimiz bor. Bu tomonda kirishda hop, bu yerga ikkita rom, bitta eshik o'rnatib berganmiz. Stikla paket bo'lgan, yo'riga oq gullida bo'lgan. Hop, tepalari yorug' tushib turishlik uchun ikki qavat oq oyna qilib berganmiz. Uch ko'zli o'rtadan bitta ochiladi. Biri 40 ga balandligi, biri 60 bo'lgan, shu holatda. Biri 55 bo'lgan, shuni atrofida menimcha. Xo'p, bir xilda qilib akam aytgan fasollarda qilib berdik. Xo'p, bu tomondagi verandamiz общий uzunligi 10 metr, balandligi 2 metr bo'lgan teraskamiz, zolotoy bir qavat oq oyna edi, 20 lik padagonlilari bilan 16 million 360 ming so'mga xudo xolasa o'rnatib beryapmiz. O'rtadan eshigimizni ochilish qismi 1.37 bo'lgan, shu holatda turishi. Xo'p, balandliklari 2 metrdan bo'ldi aytib o'tganimdek. Eshigimizda sel uzunligi 285 bo'lgan, pastdan tepagacha ikki qanotli qilib katta qismini ochilishini 70 sm qilib berganmiz. Sababi eshigimiz yana katta, kirishga ham kattaroq bo'lishligi uchun. Xo'p, bu yerlar 4 ko'zdan bo'lgan, bitta tomon ochiladi, bunisi ham bittasi ochiladi. 25 lik 20 lik padagonlilari bor. Penalari atido bo'lgan. Xo'p, ko'zlari ham ashiga giteta 1-2 sm farqi bilan 52-50 sm atrofida bo'lgan. Hop, bu tomonda ham mana xudo xolasa buni eng kattaligi uchun ikkita ochilish qo'yganmiz. Sababi o'sha havo ko'proq aylanishligi uchun. Penalarni ko'rib turganlaringdek to'liq holatda sepib beramiz. Taylarigacha padagoniyni ichkarisidan ham, tashqarisidan ham. Yonlari ham polniy penalangan. Zazurlar 1 sm atrofida bo'lgan mana. Xudo xolasa o'shalarni ham bekitib berdik. Taylari arkafon bo'ldi. Hop, 153 akfa zamok kalidir uchkalardan bo'lgan. Bu tomondagi aytib o'tganimdek bitta rom, bitta eshigimiz. Romlar ikkovi bir xil. Eshigimizga kelsak 90 ga, balandligi 2.17 bo'lgan eshigimizning uzunligi. Hop, ochilishlari xudo xolasa zamok ruchkalari original holatda. Xudo xolasa mana iloji boricha ichkaridan ham ko'rinishlarni ko'rsatib o'taman. Hop, bu tomondan teraskadan boshlaydigan bo'lsak, bu tomondagi yoni 60 sm bo'lgan. Regirovkalar xudo xolasa go'zal holatda. Akfa logotiflari bilan. Akamiz o'zlari original qilib, chiroyli qilib bering deganlar, xudo xolasa ishlarini mana topshiryapmiz. Hop, ichkari ko'rinishlarimiz. Delfinlari doimgidek mana Akfani o'zidan, xudo xolasa hech qatlari tekkani yo'q. Bu tomonlari petli shuruplarda. Aytib o'tganimdek 20 lik padagonli. Xudo xolasa bir xil holatda hammasi, padagoniylarda ham choklar yo'q, uzilmasdan uzun holatda qilib berganmiz. Padagoniy kirishkalari bor. Regirovkalari doimgidek bir qo'lda go'zal holat. Bu tomoni zich yopishgan. Taylari arkafon aytib o'tganimdek. Xo'p, bu yerga esa ikkita ochilish qo'yib berganmiz. Chunki romimiz eng katta bo'lgan hamda havo ko'proq aylanishligi uchun. Xo'p, 35 lik padagonli, 20 lik padagonlilari. Shilaka blogimiz bir g'ishagan, shuning uchun mana penalari atido bo'lgan. Bir g'ishagan, shuning uchun bunga oshiqcha baqir uzoq chiqarib bo'lmaydi. Shuning uchun 20 likdan moslab berdik. Xo'p, ichki ko'rinishlari shu holat, narxlarni aytib o'tdim. Razmerlari ham bir xil holatda bo'lgan, ko'zlar oraliqlari. Bu tomonni ichkaridan ko'rsatib o'taman. Videomizni uzmasdan imkon qadar tushunarli qilib o'tib ketamiz. Xo'p, ichki ko'rinishlari bir xil. Hammasi o'sha aytib o'tganimdek, akfa logotiflari ostida. Eshigimiz eng kattaligi sabab 4 tadan petlilarni qo'yib berganmiz. Bular bilan xuddi o'sha holat. Xo'p, xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqadamiz. Telefon nomerlari ekranda bor. Telegram, WhatsApp hammasi ishlayapti. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.